juda ham mazali hid kelmoqda undan. Ikkala taom ham faqat tovuq go'shtidan tayyorlangan. To'g'ri, barcha narsalar tashqi tomondan har xil ko'rinishi mumkin, lekin ichidan boshqacha. Xuddi shu kabi men ham bir narsadan ikki xil narsa tayyorladim. Bu ayollardan uzoq turishga va shoh sifatida vazifangizni bajarishga o'rgatadi. Shoshma, u meni tovuq deyaptimi? Qanday bema'nilik? Bu haqiqatdan ham maqtovga loyiq. Men buni yodda tutaman. Xo'sh, sizda nima ekan? Maxsus taom deb turgandingiz. Bosh oshpaz, bugun nima tayyorlading? Bugun tayyorlagan taomim nemis taomi bo'lgan shnitsel. Sun'iy tel? Yo xudoyim. Hazratim, bu sun'iy tel emas, suncha. Sabzavotlardan tayyorlangan juda ham foydali. Uni iste'mol qilish sizga albatta foyda keltiradi. Ha, suncha eding. Nima? Buning nomini nima dedingiz? Mol go'shtidan shnitsel. Mol go'shti shnitsel, nemischa go'sht kotleta. Amaki, siz buni suncha deb atayotgandingiz-ku. Shnitsel tayyorlash uchun go'shtning bir bo'lagi yupqa qilib o'riladi. Keyin uni non bo'laklariga botirib, qovurib olinadi. Uni shirin va nordon mevali murabboga botirish taomni yana ham ajoyib qiladi. Menimcha bu taomning xususiyati. Taom oqsilga to'la, bu esa tanangiz va ongingizni tiklanishiga yordam beradi. Zoti oliylari bir muncha vaqt ovqatlamaganliklari uchun mazali va to'yimli taomni yangi mol go'shtidan tayyorladim. Yana bir g'alati taom. Lekin bu safar qo'l kelmaydi. Taomni tatib ko'ring. Xo'p bo'ladi, hazrat oliylari. Go'yo bizning mahalliy qoraqatimiz buchimgay ustida gullab yashnayapti. Bu haqiqatda san'at asari. Juda yaxshi. Mana bu tepasidagi oq sutmi? Bu Bu nima? tartar sousi. U qaymoqli, lekin shirin va nordon ham. Agar uni shirinroq yemoqchi bo'lsangiz, go'shtni yonidagi malina murabbosiga botirishingiz Malina mumkin. murabbosiga botirib yeyish? Malina nima degan ekan? Smarodina murabbosi, smarodina tugilgan. Mana shunday botirib yeyishingiz kerak. Botirib yeyish. Botirib yeyishmi? Chuqurroq botirib yeyish. Shundaymi? Shunday demoqchimisiz? Ha, shunday. Bu qanday bo'lishi mumkin? U qanday taom? Tashqi tomoni qarsildoq, ichki tomoni esa nam va chaynashga qulay ekan. Zoti oliylari, biz buni shunday deymiz. Tashqi qarsildoq, ichki chaynashga qulay. Bu yana nima degani? Men buni angladim. Siz aytmoqchisizki, tashqi tomoni qattiqroq, ichkisi esa yumshoqroq, shundaymi? Ha, shunday. Qisqacha aytganda, tashqi tomoni qarsildoq, ichki tomoni esa chaynashga qulay. Hamma narsani qisqartirish shart emas. Ha, hamma narsani qisqartirish. U yana meni hech qanday sababsiz tanqid qilyapti. Hoy Mokju, agar xohlasam javob qaytarishim mumkin.